Dubayga futbolga kelganlar kelishda hushyor bo'lasizlar. Hammadan pasportlarni yig'ib olgan, lekin hech kimni kirgizishmayapti. Endi o'zbeklarni. Futbol tomoshasi uchun Birlashgan Arab Amirliklariga borgan yuzlab o'zbekistonlik muxlislar 5-6 soatlab Sharja aeroportida ushlab turilibdi. Mazmunidagi xabar va videolar bugun tarmoqlarda keng tarqaldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakili mazkur holatga munosabat bildirdi. Ayni paytda fuqarolarimizning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Mamlakatimizning Abu Dabi shahridagi elchixonasi hamda Dubay shahridagi bosh konsulxonasi Birlashgan Arab Amirliklarining tegishli tashkilotlari bilan ushbu masalada zudlik bilan muzokaralar o'tkazdi va vaziyatni yaxshilash bo'yicha doimiy aloqada bo'lib turmoqda, deydi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov. Birlashgan Arab Amirliklari tomonining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda turli xalqaro tadbirlar munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirilgani sababli aeroportlarda tekshiruv vaqtlari cho'zilib ketgan. Burxonovning ta'kidlashicha, hozirda O'zbekiston fuqarolarini tezlik bilan tekshiruvdan o'tkazish uchun barcha imkoniyatlar safarbar etilgan va natijada ularning mamlakat hududiga kirib kelishi boshlangan.